Agar siz 100 kun davomida har kuni turnik va brus mashqlarini bajarsangiz, tanangizda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Dastlabki 20 kun mushaklarda boshlang'ich tonus paydo bo'ladi, qo'llarda va yelkada kuch biroz ortadi, ammo katta tashqi o'zgarishlar hali ko'rinmaydi. 40-kun turnikni ko'proq marotaba bajara olasiz. Qo'l, yelka va ko'krak mushaklaringiz biroz ko'rinadigan shaklga kiradi. Gavda tik turishga odatlanadi, energiya va chidamlilik oshadi. 60-kunga kelib mushaklarda aniqroq chiziqlar paydo bo'ladi. Press mushaklari ko'rinishni boshlaydi. Kuch sezilarli darajada ortadi. Turnik va bruslar soni sezilarli darajada oshadi. Yurak va nafas olish tizimi ham mustahkamlanadi. 80-kun tana ko'rinishi ancha sportchilar kabi bo'lib qoladi. Yelka kengayadi, qo'l mushaklari kattalashadi, gavda tuzilishi muvozanatli bo'lib boradi. Ko'krak va qo'l mushaklari bir tekisda chizila boshlaydi. Odamlar sizdagi o'zgarishni ko'rib hayron qolishadi va nihoyat 100-kunga kelib mushaklar yaxshi rivojlangan, kuchli va aniq shakllangan bo'ladi. Tana yog'i kamayib, press va mushak chiziqlari yaqqol ko'rinadi. Siz ko'p marotaba turnik va brus bajarishga qodir bo'lasiz. Jismoniy sog'liq, energiya va ishonch juda kuchayadi. Albatta, natijaga tezroq erishish uchun protein yoki gainer sport ozuqasidan foydalanish tavsiya etiladi. Original sport ozuqalarini esa Atlet.uz saytidan buyurtma berishingiz mumkin.